Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xiaomi Store'da qoyil narxlar. Bunaqa narxlarni qayerda ko'rgansiz? Masalan, Redmi A5 oldin 1.099.000 so'm edi. Hozir esa 999.000 so'm. Faqatgina 17-dan 31-yanvargacha. Kartoshka free, yog'siz va mazali, katta 6 litrli aerogrill oldin 1.200.000 so'm edi. Hozir esa atiga 899.000 so'm. Aqlli 5.5 litrli variant ham bor. Ichini ko'rib pishirasiz. Telefon orqali boshqariladi. Retseptlar ham bor. Oldin 1.399.000 so'm edi. Hozir esa 1.199.000 so'm. Uy tozalashdan charchadingizmi? Robot changyutgich yordam beradi. S40C modeli, lidarli, aqlli navigatsiya. Oldin 2.675.000 so'm edi. Hozir esa 2.290.000 so'm. S40 esa kuchliroq variant. Juda kuchli tortish bilan. Oldin 2.975.000 so'm edi. Hozir esa 2.490.000 so'm. Ikkalasi ham nam bilan tozalaydi. Voy, kafolati ham bor. Bo'lib to'lash ham mumkin ekan. Boshlang'ich to'lovsiz. Shoshilib qoling, mahsulotlarning soni cheklangan. 17-dan 31-yanvargacha faqatgina Xiaomi Store'da Kompas savdo markazi, Amir Temur 102 va Shahrisabz 8 adres bo'yicha biz sizni kutib qolamiz.